Adabiyot shu qadar qudratli kuchki, vatan haqida yozilgan she'rning bir misrasini eshitib, vatan haqidagi asarning bir jumlasini o'qib, har birimiz shu yurtga tegishli ekanimizni, uning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish ezgu maqsadimiz ekanini teran idrok etamiz. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi vakillari bir guruh ijodkorlar bilan uchrashdi. Muloqotlarda bugun shu yurt, shu el taqdiriga daxldorlik hissini oshiruvchi, qalblardagi oliy tuyg'uni jo'sh undiruvchi ijod mahsullariga ehtiyoj kattaligi ta'kidlandi. Haligacha ushbu qo'shiqlarni eshitib, qalblar faxrga, ko'ngillar junbushga keladi. Zero vatan haqidagi qo'shiq eng go'zal qo'shiqdir. Barchaning yuragidan birdek joy olgan, bizga yod bo'lib ketgan bunday asarlar 100 yillar o'tsa-da o'z oxirini yo'qotmaydi. Aksincha, tillardan tillarga, dillardan dillarga ko'chib yuraveradi. Shunday qo'shiqlarki, tinglaganingizda ko'ngilning tubida yashirin tuyg'ular ham hurtak otadi. Uchrashuvda ana shunday ezgu g'oyalarni tarannum etuvchi, millionlar qalbida vatanparvarlikni kuchaytiruvchi, sadoqatni kuylovchi, ezgulikdan so'zlovchi, yurtga daxldorlik hissi ustun bo'lgan she'rlarning bugungi ahamiyati katta ekani aytildi. Maktablarda, harbiy qismlarda, oliy ta'lim dargohlarida ham ular baralla yangrashi lozim ekani ta'kidlandi. Buning uchun go'zal she'rlar mualliflari va umuman siz u biz bilgan uchlik, shoir, bastakor va qo'shiqchi birgalikda asar yaratishi darkor. Bu kabi uchrashuvlar esa shaksiz ana shu hamkorlikning rivojida muhim o'rin tutadi. Ma'naviyat markazi aytayapti, siz yozinglar, xalqni tebratadigan, uyg'otadigan, ta'sir qiladigan, zavqlantiradigan, o'rnidan turg'izadigan, vatan uchun birlashtiradigan she'rlar, dostonlar, asarlar yozinglar. Biz uni targ'ib qilamiz, deyapti. Uchrashuvda motivatsion she'rlarga talab kuchli ekani, ya'ni yo'lchi yulduzdek nur sochuvchi, bir maqsad, bir maslak yo'lida barchani birlashtiruvchi, bugungi islohotlar, yangilanishlar, obodlikni madh etuvchi asarlar suv va havodek zarurligi aytildi. Va bu faqatgina vatan haqidagi qo'shiqlarga emas, balki muammolarimiz kuylagan allayu o'lanlarga ham daxldor. Har bir davrning o'z ruhi bo'ladi, o'z qalbi bo'ladi va o'z qalbini aks ettiruvchi so'zi bo'ladi. Shu ma'noda bugungi kunning allasi kerak deb bilaman va bugungi kunning onasi qanday allalar aytish kerak deganda, masalan, ko'nglimdan sizib kelgan bir alla borki, bu bugungi kun uchun har bittamizning qalbimizda milliyligimizni, shu ozodligimizni tasnif etuvchi go'zal bir uyg'otuvchi allalar kerak. Uchrashuv davomida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi ijodkorlarining bu boradagi g'oya va tavsiyalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirdi. Hamkorlik bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.